Assalomu alaykum. Mana navbatdagi darvozamiz Namangan shahar Tashko'lani oldida Xurmozor ko'chaga o'rnadi mana. Tagi ikkita yoni shiveler 8 ga to'g'ri 2 stenka profilda bo'lgan, leslari 1.8 plyusovoy, shumizolyatsiya bo'lgan. Ichlarga stiklavata solingan, 2 umuman parash material ishlamagan, hammasi qalin bo'lgan. High-tech darvozamiz. Ruchkalarni ham toza zubr zamon qo'yib berganmiz, mana yopilishlari. Hop, klientimizga bonus qilib mana bunaqa sekretni qo'yib berganmiz ichkaridan. Hop, yana bitta bonusimiz bor. Sentr zamon qulflangan mahal. Mana bu yerdan bekitib qo'yasiz. Bu ichidagi odam ochib chiqib ketmasligi uchun qulflarni qo'yib berganmiz. Orqa taraf silliq bo'lgan. Lista profilda umuman uloq tushmagan. Hop, o'tda stoykamiz, tahiya pastlari fonni 8 ga 12 2 ga 1 stenka profilda bor.